Oldin Amerikada ishlardik, o'zbek mahallalari bordi. Xudo xolasa mana 1 yil ichida biz shu erishdik, Germaniyada ham o'zbek mahallalari bo'lishini. Qarang. Milliyligimiz Nyu-Yorkda ishlardik-a? Endi qarang, Xudo xolasa mana shu Germania Life, Building va Beruf mana shuncha odamlar Germaniyaga kelishdi. Samarqand oshlari bilan 30, 50, 60 taga yaqin vatandoshlarimiz Germaniyada mana shunaqa qishloqlarda, shaharlarda faoliyat yuritishyapti. Oshga baho bering. Hammadan ham biz ahilmiz. Qatta bo'lishimizdan qat'iy nazar yig'ilishamiz, haftasiga 1 marta, 2 marta futbol o'ynaymiz. Hozir bizda mana orqamizda turgan nemislar ham ana osh chiqazuvdik, shunaqa xursand bo'lib ketdi. Sani ko'rgan даже nemislar ham ahilligimizga hayron qolyapti. Demak, biz qatta bo'lishimizdan qat'iy nazar, biz ahilmiz. Til kurslari kelganlarga omad tilaymiz. Xudo xolasa, hammanglar kelsanglar mana shunaqa stolinglarda hech bo'lmasa milliy oshimiz bo'lsin va Bavariyani qo'lga olamiz do'stlar. Tilni yaxshi o'rganinglar. Shunda zo'r ishlarda joylashib, Xudo xolasa oilalarni olib kelishni nasib qilsin. Mana hammasi til kurslariga kelishgan. Xudo xolasa ko'plari o'sha ishga joylashni boshlabdi. Ana Chernamur bobo vrach akalarimiz o'tiribdi. Aytirishlaringizdan akalar. Hamma o'ziga yarasha qishloq xo'jaligidan boshlab turib, menimcha elektronika, mexatronika hammasidan bor akalar. Omad hammaga rahmat. Xudo xolasa revanshda ko'rishguncha. Regensburgda alamindan olishinglar mumkin bizdan. Salomat bo'linglar.